O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 21-oktyabrdagi 662-sonli qaroriga ko'ra, chakana savdoda aksiya va chegirmalarni huquqiy jihatdan tartibga solish va davlat nazoratini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 13-fevraldagi 75-sonli qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasida chakana savdo qoidalariga chakana savdo qilishda tovarlarga rag'batlantiruvchi aksiya va chegirmalar qo'llash tartibi hamda ularni qo'llash bo'yicha talablarni buzganlik uchun javobgarlik choralari qo'llanilishi bo'yicha o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Qarorga ko'ra, mazkur savdo qoidalari rag'batlantiruvchi aksiya, narxnoma, chegirma narx va chegirma narxgacha kabi tushunchalar bilan to'ldirildi. Shuningdek, sotuvchi iste'molchilarning qiziqishini oshirish, sotuvni ko'paytirish yoki boshqa maqsadlarda o'zi realizatsiya qilayotgan tovarlarga nisbatan rag'batlantiruvchi aksiya yoki chegirmalar qo'llashi mumkinligi belgilandi. Ammo alkogol, pivo, vino, tamaki mahsulotlari va nikotin moslamalari bundan mustasno. Chegirma e'lon qilishga quyidagi talablar belgilangan. Avvalgi narx oxirgi 30 kun ichida eng past narx bo'lishi shart. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bundan mustasnodir. Aksiyadagi narx odatdagi narxdan katta shriftda yozilishi mumkin emasligi, agar narxnoma mavjud bo'lsa. Narx sun'iy ravishda ko'tarib, keyin tushirib chegirma sifatida ko'rsatilishi orqali iste'molchilarni chalg'itish taqiqlanadi. Aksiya, chegirma haqida axborotlarni soliq organlariga 10 kun oldin taqdim etilishi. Sotuvchi chegirma e'lon qilish oldidan tovar va narx hisobini yuritishi, oxirgi 30 kunda amalda bo'lgan narxlarni qayd etish va iste'molchiga mazkur ma'lumotni taqdim etish. Sotuvchi aksiya o'tkazish shartlari, aksiyaning amal qilish muddati, sotib olish shartlari, aksiyaga qo'yiladigan tovarlar nomi, turkumi, narxi, imtiyozlar va boshqa muhim ma'lumotlarni iste'molchilarga aniq va tushunarli qilib yetkazishi. Aksiyaga qo'yilgan tovarlar zaxirasini uning amal qilish muddati davomida yetarli miqdorda bo'lishini ta'minlashi. Agar chegirma uchun shaxsiy ma'lumot talab etilsa, sotuvchi qonunchilikka rioya qilishi va iste'molchini ma'lumotlarni qayta ishlash maqsad va shartlari haqida xabardor qilishi. Rag'batlantiruvchi aksiya va chegirmalar qo'llash bo'yicha talablarni buzganlik uchun javobgarlik choralari qo'llaniladi.